Mana shu muomalaga davomli bir qattiq muomala bilan taqobil turish kerak bo'lsa, yo idfa billatihi ahsan. Sen shu yomonlikni yaxshilik bilan chekindirgin dedi Alloh subhanahu va taolo. Mana bu Alloh taolaning mo'min bandalarining sifati. Mana bu sifat Rahman taolo jannatda yuqori darajalarni beradigan insonlarning sifati birodarlar. Shuning uchun baydiginimizda biz quruq orzu qiladigan insonlar bo'lib qolmasligimiz kerak. Amallarimiz shunga loyiqmi degan narsani o'zimizdan so'rashimiz kerak. Yana bular bir gap bo'lib qolsa, mana shuni talishib, cho'nqirlab ketavermaydi. Birodarlar, men bugungi kunimizda bu narsa yodlab qo'yaylik. Hatto internetlarda, o'zimizning so'rovlarda kichik bir narsa o'tirg'i chiqdi, mana shuni talishib ketaveramiz. Mana bu nimadan derak berdi desa, sen ham jahil, qarshi taraf ham jahil. Endi shu talishayotgan, munozirlashayotgan yoki bizni bu yuzimizni o'rib ketishdan cheklab qo'yayotgan shu narsa, shu munozirlashayotgan, da'talash qilayotgan insonlarning bir dunyo va oxiratga manfaat yetkazadigan narsa emas, yo unday emas. Unday emas. Kichik bir narsani talashadi. Voy unday emas deb. Birisi voy shunda deb. Mana shundan qilib internet saytlar tushab ketadi. Hatto shuni xat yozolmaydigan qilib qo'ymoqchilik davomlashaveramiz. Birodarlar, nima holat bu? Mana shunga bir fikr qildi. Mana shu bizning oxiratimizga manfaat yetkazadi. O shunda bo'lsin ham bo'ldi, unda bo'lmasin ham bo'ldi. Shunda bo'lib qolsa bizning bir yerimiz kamlab qoladi. Shunda bo'lmay qolsa bir yerimiz yodolab ketadi. Oxiratda bir darajamizni ustun qiladigan bir tarafi bormi? Birodarlar, qattiq g'aflatda qoldik. Rahman taolaning jannatga erishadigan, jannatga yuqori darajalarga erishadigan sifatining biri bular jahillar gap qilsa buningda yuzini o'raydi. Bo'ldi sana berdim dedi. Ha berdim bo'ldi. Yo'q qolgan narsalarni talishimiz birodar. Arzimas narsa. Mana shuningdan bir yuzi o'raydigan, mana shunga bo'ldi bu mening sohasimdagi ish emas ekan deydigan bir inson yo'q. Mana shuni bilganmi kiradi shunga? Shuni bilmaganmi kiradi? Hatto bu narsa nurg'un mu'minlarning, nurg'un musulmonlarning yuz obro'yiga taqishidi. Hatto shu musulmonlarning peshvolarining yuz obro'yiga taqishidi. Ammo cho'nqirlab menayveramiz. Mana shu munozirlar bilan to'shab ketadi. So'rovlarimiz, hatto internet saytlar. Birodarlar, ma'o azg'unlik ma'o. Qaranglar. Jahillar tamomlaydigan Rahman taolaning jannatni beradigan bandalar. Demak, biz ham o'zimizni jahillarning sepiga tizimlab olmaylik birodarlar. O'zimiz yozayotgan xatlarimiz, arzimas munozirlarimiz, jin o'ltamaydigan so'zlarimiz bilan birodarlar, Alloh taolaning dargohida jahil deb tizimlanib qolmaydi. Balki biz mana shunda dunyo va oxiratimizga manfaat yetkazmaydigan narsadan yuz o'raylikda